tonnagacha bo'lgan yuklarni A nuqtadan B nuqtaga olib boradigan mini gruzovik qidirmoqdamisiz? Unday bo'lsa, bizda sizga juda ham ajoyib taklifimiz bor. Ayni damda China Motors kompaniyasida sotilayotgan Jag G3 modellarini sizga tavsiya qilamiz. Ushbu Jag G3 modeli 1.8 hajmli 128 ot kuchiga ega yaponskiy motor bilan jihozlangan. Ushbu motor benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga 8-9 litr benzin rasxod qiladi. Va undan tashqari ushbu motorimiz atmosferni hisoblanib, bunga ham metan, ham propan ustanovka qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu Jag G3 modelimiz furgon variant hisoblanib, ushbu furgonning umumiy uzunligi 3.70 m, eni esa 1.81 m hamda balandligi 1.90 m. Metr kubga hisoblaganda bu taxminan 12,5 hajmga ega. Furgonning yana bir qulaylik jihatlaridan biri bunga yuk solinishi. Ko'rib turganingizdek, orqa tomondan ham yuk yuklasa bo'ladi, hamda yon tomondan ham yukni yuklasa bo'ladi. Bemalol. Jag G3 modellarini barchasida 5 uzatmali mexanik korobka qutisi bilan jihozlangan. Bundan tashqari salon qismi barcha qulayliklarga ega. Aziz obunachilarimiz, kimga shunday mini gruzoviklar kerak bo'lsa, China Motors kompaniyasiga tashrif buyuring. Pastda raqamlar qoldiramiz. Raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.